Xayrli kun aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan shotishni va beshotishni bo'lgan sho'rpavertlarni qanday qilib ajratish va afzalli tomonlari haqida gaplashamiz. Eng birinchi va eng tez ajratsa bo'ladigan tomoni bu mana bunaqa yozig'i bo'ladi. Brusnis, ya'ni beshotishni degan. Shotishni sho'rpavertda bunaqa yoziq bo'lmaydi. Ikkinchi farqi, shotishnini motori kichikroq, ammo uzunroq bo'ladi, orqa qismi. Beshotishnikda motori sal kattaroq, ammo orqasi kichikroq bo'ladi. Uchinchi farqi, ahamiyat berib yaxshilab qaralsa, shotishnikni ishlatgan paytingiz iskra chiqadi. Videoda bilmadim ko'rinadimi yo'qmi? Ko'z bilan yaxshilab qarasa ko'rsa bo'ladi. Beshotishnikda unaqa iskra chiqmaydi. To'rtinchi farqi uni ovozida. Shotishnikning ovozi tinnoq bo'ladi. Beshotishnikniki sal pastroq bo'ladi. Endi sog'. Endi afzalli tomonlari haqida gaplashamiz. Eng afzal tomoni beshotishnikni shotkasi bo'lmagani sabab shotkasi alishmaydi va uncha-muncha holatlarda kuyish kuzatilmaydi. Shotishnikni esa vaqti kelganda mana bu shotkasi kuyish ehtimoli bor va remont talab bo'ladi, alishtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi afzal tomonlari beshotishnik suvda ham ishlayveradi. Suvda ishlatishni maslahat bermaymiz-ku, ammo suvda ham ishlayveradi. Ya'ni yomg'irlarda ham qo'rqmay ishlatsanglar bo'ladi. Akkumulyatorga ehtiyot bo'lsanglar bo'ladi.